O'zbekiston Respublikasi pensionerlariga xushxabar. 1 apreldan boshlab barcha ogoh bo'lsin. O'zbek pensionerlariga ajoyib xushxabarlar hozirgina tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonlar video oxirida 5000 so'mga ega bo'lasizlar. Diqqat, xushxabar. O'zbekistonda endi ayollar ham erkaklar ham 2 yil oldin pensiyaga chiqishlari mumkin bo'ldi. Endilikda ish joyidan ayrilsangiz yoki shtat qisqartirilgan bo'lsa yoki korxonangiz yopilib ketgan bo'lsa, belgilangan muddatdan 2 yil oldin pensiyaga chiqish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yangi qoidalarni 2026-yil 1-iyundan boshlab joriy etish rejalashtirilgan. Ekspertlarning ta'kidlashicha, bu to'lovlar davri sezilarli darajada oshiriladi. Ayniqsa ayollar uchun katta yangiliklar bo'ladi. Bu xabarlarni albatta yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying. Mahalla va qarindoshlar gruppasiga ham tashlab qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Pensiyaga tayyorgarlik qanday amalga oshiriladi? Pensiya jamg'armasi bo'lajak pensionerlarga tavsiyalar berdi. Menga qancha pensiya chiqadi yoki menga bo'lajak pensionerlarga tavsiyalar. Pensiya yoshiga yetib, ko'p yillik mehnat samarasini ko'rish, keksalik gashtini surish barcha hayotidagi maqsadi hisoblanadi. Bunda albatta keksa yoshdagi daromad manbai pensiya muhim o'rin tutadi. Shu sababli barcha yoshlik paytida o'zining kelgusidagi pensiyasi haqida qayg'urishi lozim. Bu davr oldindan tayyorgarlik ko'rish ham lozim deb aytiladi. Ko'pchilik pensiya yoshiga yaqin qolganda pensiya haqida o'ylashni boshlaydi. Endi menga qancha pensiya chiqar ekan? Yuqori miqdordagi pensiya olarmikanman kabi savollar uni qamrab oladi. Pensiya tayinlangandan so'ng esa ko'pchilik fuqarolarga nega menga kam pensiya chiqdi? Nega kam pensiya tayinlandi? Meni hisobim bo'yicha ko'proq pensiya olishim kerak edi kabi savollar tug'iladi. Mana shunday savollarni fuqarolarda bo'lmasligi uchun yuqori miqdordagi pensiyaga chiqish uchun pensiya yoshiga yaqin qolgan fuqarolar, shuningdek yoshlarga quyidagi tavsiyalar berildi. Kimga pensiya tayinlanadi? Yoshga doir to'liq pensiya yoshi uchun erkaklar 60 yoshga to'lganida 25 yil ish staji, ayollar esa 55 yoshga to'lganida 20 yil ish stajiga ega bo'lganda tayinlanadi. Ushbu talab etiladigan nisbatan kamroq, ya'ni kamda 7 yil ish stajiga ega bo'lganlarga esa to'liqsiz pensiya tayinlanadi. Ya'ni pensiya kamroq hisoblanadi. Endi pensiyaga tayyorgarlik qanday amalga oshiriladi? Pensiya fuqaroning rasmiy ishlagan davri va soliq to'lagan ish haqqi daromadi inobatga olinadi. Ya'ni fuqaro rasmiy ishlab, rasmiy daromad olgan sari yilma-yil pensiyaga huquqi shakllanib boradi. Endi pensiyani yuqori darajada olish uchun birinchidan mehnat faoliyatingiz rasmiy shaklda ekanligiga ishonishingizni hosil qiling. Endi ish staji yozib borilayotganda ishonch hosil qiling. Buni o'zingiz mustaqil ravishda my.gov.uz portali orqali tekshirib borishingiz mumkin. Ikkinchi raqamlashtirish davrida yashayotganimizni hisobga olib, o'z ish beruvchingizdan ish stajingiz to'liqligi ma'lumotlarini tamom raqamlashtirishni talab qiling. Uchinchidan, tashkilotingiz tomonidan sizga rasmiy shaklda ish haqqi to'lanayotganligiga e'tibor bering. Buni sizga hisoblangan ish haqqi haqiqatdan qo'lingizga oladigan ish haqqingiz, ushlab qolinayotgan daromad solig'ingiz, jamg'arib borilayotgan pensiya uchun to'lanayotganligi, ya'ni mablag' va boshqa doimiy ravishda tekshirib boring. Qo'shimcha ma'lumotlar agar sizga kerak bo'lsa, pensiyaga oid har qanday masalalar bo'yicha pensiya jamg'armasining 1271 kol markazi orqali savollaringizni yo'llashingiz mumkin va unda javob olishingiz mumkin, deyiladi ma'lumotda. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.